Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buqish bozori bugun 2026-yil 26-may haftani demak seshanba kuni Toshkent Yangiyo'l tumani Yangiyo'l bozoriga keldik. Xudo xohlasa yirik buqa va mayda buqalar yaqin videoda qilamiz. Barcha ko'ramiz ko'rayotgan Qurban hayitini tabriklaymiz. Ishimizni boshladik. Assalomu alaykum. Buqalar sotildi. Mana bumi shved bashara. Xudo xohlasa ikkitasi bu bilan qizili ikkita buqa baraka bo'ldi. İşte bu kadar tamam gelen ikincisi bana. 44 milyonga baraka bo'ldi. 44 milyonga ikkalasi baraka bo'ldi. O'ganan sotgandan viloyat baraka topsin. Zo'r. Xudo xolasa taxminan bo'yi 1.25 1.20 atrofida sog'lom qoladi. Assalomu alaykum. Mana akalar, Xudo xohlasa buqani chempionlari Sirdaryo viloyatida kelishdi. Bu yoqda ham bor, bu tomonda ham. Zoira qanchadan narxlari buni? 1 minut. Rimkami? Aka narxlar qancha qo'ydinglar? 30'dan 33'ten Mama simental 36 yarım. Mama 33'ten Diyorları 30 30'dan kami var. Gel böyle. Kami var hammasini. Bakın bular 1.5 atrofida bora. 2 yosh 1.5 atrofida. Buqalar taxminan bo'ylari 1.30 1.35. Yirik buqalar. Tirik vazni 400 tepasi. Savdolarni bersam, Sirdaryo ham hammasi aka? Gel, barakasini bersin. İşte galishdan keldi, akalar. İşte galishdan 1.56 so'radi kelasi. Kami bor. 56 milyon kam bor. Taxminan bo'yi 1.40 1.50 chiqadi. Boqiladigan boqma buqalar. Ularni qorong'ida. Bundan tashqari green forlar bor. Green for buqalar. Bir xil. Ketlari zo'r. Ko'rasizlar, bir xil buqalar. Toza birga bir green forlar. Bular narxi oldiramiz. Bular 35 milyondan ekan, 35 milyondan kam bor ekan. Donasiga 35 milyon so'rashyapti. Kami bor. Taxminan tirik vazni shu 500 ga atrofida, 480, 450, 500 ga atrofida toza green forlar. Savdolarni bersan charchamaylar, aka, kuninglar xayrli bo'lsin, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, g'olbaylar. Mana akalar, bu green for aka toza. Ikkita sementali bor ekan ichida. Mana. Toza birga bir original green for mana keldi, xudo xolasa. Jamolag'an ekan. 13 bosh. Yoshiga to'lmagan hali. Buzoq. 8-9 oylik atrofida taxminan tirik vazni 300 kg. Oshig'i ham bor. Aylantirib ko'rsataylik aka mana. Sizga qiziqqanlar, buqa bilan biznes qilaman deganlarga to'g'ri keladigan sog'lom buqalar mana. Orqalar to'rt burchak. Bugun zo'rlari keltilik mana. 300 kg uni tepasi hammasi. 300 kg uni tepalari bor mana. Buqalar xudo xohlasa olgan odam maza qiladiganlari mana ikkita sementalimizdan bor. Gibrid sementallar. İçeride shved ham bor ekan mana. Boqaman degan ko'rgan to'g'ri keladigan sog'lom buqalar. Do'stlar, bular narxlari qanaqa bo'lyapti? Narxi o'ziga qarab bo'ladi, 30 dan 33 gacha xayri bor. Xorozga bermaydi bular. Har oyoq sotiladi, to'g'rimi? Dog'ozi astoda olaman, biznes qilaman degan to'g'ri keladigan sog'lom buqalar. Xudo 6 oy 1 yil emlasa buqani tanimaydi. O'zgaradigan zo'r buqalar. Har doim shu kamizda
O'sha yerda kelsanglar bozorga, bozor atrofidan joy. Tagi bor ekan, 50 ta tushgan. Yana bormi? Malades. Bozor qancha qildi bular? Sir bo'lmasa. Ular bir joyda qilyapti, 28 dan. 28 dan bir joyda baraka qilmoqchi bo'ldik, bermadinglar. Ko'tariladi. 28,5 dan ham qilishdi, bermadinglar. 29 ketadi. 30 dan hozir olib borgan. 30 dan bo'lsa ketgan joyi bor, malades. Mana akalar. Qiziqqanlarga, buqa boqaman deganlarga mana shunaqa originallari bor. Yangi yo'l mol bozorda. Jamol aka. Do'stim charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolar, kuninglar xayrli o'tsin. Assalomu alaykum. Avligolar aka bu. Tozasi. Avligol bu. Necha yashar aka bu? Necha yashar? 1 yash atrofida. 10-11 oylikmi? Tirik vazni taxmin 300 tepasi. Yebishlarga javob bor. Yo'q, yebishlari yo'q. Manajon, boqaman deganga to'g'ri avligol boqaman deganlarga tozasi keldi, xudo xolasa. To'rt burchak variant. Narxi qanaqa ot aka? 35 million xayri bor. 35 bo'yindor, oyoqlari baquvvat, yelkalari keng mana. Oldindan ko'rsatdik jonivorni. 35 million kami bor, sog'lom buqa. Yelkali buqa ekan aka, xudo xolasa. Taxminan bo'yi 1.15-1.20 chiqadi. Bozor qanday qildim aka? Endi keldik. Qiziqqanlar uchun olaman deganlarga to'g'ri keladigan sog'lom buqa. Uzun narsa ekanda. Aka charchamang, sog' bo'ling, savdingiz bersin, kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Akalar qiziqqanlar uchun original angus olaman deganlarga toza qonli Aberdeen anguslar, to'g'rimi aka? Mana angus zo'rlari, ya'ni chekadiga bitta. 3 ta tozasi bor, men bu yoqda. To'raja qo'yilganmi yo'q aka bular? Toraja qo'yilganmi yo'q? 600 dan tepasi. 600 tepasi. Xudo xohlasa. Ranglari tiriq, etlari to'rt burchaklar mana. Oh, jonivorlar mana. Toza Aberdeen anguslari, toza qonli. Mana. 600 tepasi. 600 tepasi hammasi, xudo xolasa. Aka, narxlar qanaqa? Oyoqda qancha, to'raja qancha bular? 50 dan so'rasam 33 million. Mana 50 milliondan donasiga so'rayapsiz. Mana bunga 40 so'rayapsiz. Mana chekadagiga 33. Aka, mana bu chekadagi gibridimiz bor. Angus gibrid. Mana. Demak, 50 dan 100 million, 46 million, 33 million. To'raja qanaqa bo'ladi aka? 70 million. Ha? 70 million. 70 ming kami bor. Bugungi narxlar xudo xolasa 70 ming kami. Bozor narx qildimi aka bular? 67 million. Bermadingiz. Oldinga yurish kerak oldinga. Baraka o'qila xudo xolasa. Aslida olaman akalarim qiziqqanlar bo'lsa, mana bu qala sotiladi. Akamiz o'zlari shep ko'rsatib turadi. Aka aka. Aka charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Angus buqasi keldi. Egasi bormi buni? Aka, Angus kimdan ekan? Narx qanchaga qo'yishdi? Bor 900 kilo bordi. 900 atrofida mana toza Aberdeen angusi kamida 2 yosh tepasa, bu 3 yosh bor, ha. Narxi ham bir 65-70 bo'lsa kerak. Taxminan. Tiling va 900 kilo atrofida bo'yindor. Egasini topa olmadik, egasi topsak narxini aniq aytamiz. Mana. Mana har bitta yaxshi niyatga aka-ukamimiz uyida, yaxshi niyatga aka-ukalar uyida shunaqa buqa boqish nasib iloyim, mana Aberdeen anguslar tozalar. Mana bu kimlarga bilmadinglarmi? Egasi. Ha, barakasini bersin. Egalar chet yurgan bo'lsa, jonivor. Assalomu alaykum, hormaylar. Qanaqa zot tog'a bular? Qanaqa zot bular? Sortini bilishmas ekan, zotini mana bu qani ko'ryapsizlar, 2 bosh buqa sotilyapti. Taxminan bo'yi 1.50 atrofida. Tirik to'raja qo'yilmaganmi? Tog'a to'raja qo'yilmagan-a? Qayerda mollar tog'a bu? Chinozdan olib kelishdi. Taxminan 700 kg tepasa, 8 ga yaqinlashib qoladi. Yirik buqa, yoshi 2 yosh atrofida. Yebishlari zo'r. Tanajoniga narxini qancha qo'ydingiz tog'a bularga? 55 yapdi, kam bor. 55 dan so'rayapsiz, donasiga kami bor. To'raja ham beraveradimi? Qanchadan to'g'ri keladi? 60 to'raja qo'yib berasiz. 66 dan to'raziga oyoqda 55 kami bor. Bularni dash boqsa ham bo'lar ekan tog'a, yirik buqalarni, ha? Mana.
Ko'ryapsa, katta yirik buqalar sotilyapti, xudo xolasa. Malades. To'g'a bozor qancha qildi bularni? Endi keldinglar. Savdolarni bersa charchamaylar, kuninglar xayr olsun. Sog' bo'ling. Bu yirik semental nemisa? Bu tam bo'yi ham 155, 150 atrofida. Sizlarni qancha so'rayapsizlar? 50 million oyoqda. 50 million oyoq so'rashyapti. Yosh necha yashar bu? Yo'q, qayerdan keldinglar? Qayerda, Yangiyo'ldanmi? Narxi 55 million. 50 million. Tarozigacha. 60 tarozi qo'yib berasiz. Oldin narx qildimmi? Endi keldinglar. Okey, bu sotilar 50 million, tarozi 60 so'rashyapti, kami bor. To'g'rimi? Kami bor. Yebish yaxshimi? Zo'rmi yebishlari? Oyoqlari butun mana. Voy, agar bu semirsa tonna bo'lsa, tonna bo'lib ketadi bular borib. Tarozi qo'ymadinglarmi? Chiqa bir 750 ga 800 kilo. Savdolarni bersa charchamaylar, kuninglar xayr olsun, sog' bo'ling. Okalar bu qom sotildi. 62 mingdan baraka bo'ldi. 62 ming so'mdan 495 lirasi, 495 kilo. Ranglari qora olib, tinig'idan. Ular olgana, sotgana ular baraka topsin. Xudo xolasa zo'r. Taxminan bo'yi 130 atrofida. 495 kilo baraka bo'ldi. Barakasi bo'lsin. Assalomu alaykum. Greenford hozir. Ikkitami aka? Yirigi, bitta maydasi, to'g'rimi aka? Assalomu alaykum. O'rma aka, ko'yda hayit bayramlar. Otaxon assalomu alaykum. Omonmisiz, bardamisiz, kayfiyatlar yaxshimi? Men bu yirik buqalar, to'raja qo'yilganmi yo'qmi? Yo'q, qo'yilmadi. Qayerda mollar? Saytota Leninizm bor. Leninizm. Saytotani bor. Mana bu taxminan 600 tepas. 700. 600 tepas deyman. Mana bu 450, 400, 500 atrof. Xudo narx qancha qo'ysa aka bularga? 65 ta anaqa beramiz. Taroziga o'zi to'g'ri kelsa beriladi. Oyoqdachi? 55 kamida bor. 55 million kami bor. Mana bu yirik buqani nargisichi. Narxini aytib 37 million kami bor. Okalar 37 millionga 55 kami, to'g'rimi aka? Mana bunga 37 million so'rashyapti akalar. 37 million. Mana bunga 55 million kami bor. Xudo xolasa kelasa semiz zakoni bo'qilgan. Tarozi qo'yilmagan, to'g'rimi aka? Qo'yilmagan, to'g'ri. Olgan odam maza qiladigan. Xudo xolasa so'ysa maza qiladigan, mana ko'ryapsiz. Bozor qancha qildi aka sir bo'lmasa? Buni 63 ming qotdi. Buni 63 qilib berma deysiz. Bunisini? Bunisini 63 ming. Tarozi bunichi? Buni 65 ming qotdi. Bermaysiz. To'g'ri kelsa ketadi. Ozgina yursanglar, irimiga xudo xolasa ketadi. Buqalar sog'lom, tanajon sog', biriga bir 100 toza Greenford. Gap aka, olganda ularni yaxshi sotib yuboring. Xudo xolasa charchamang, sog' bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Charchamanglar. Hormaylar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, kayfiyatda yaxshimi aka? Charchamaysizlarmi? Akamiz har doimgidek el xizmatida. Ko'rgan Qurbon hayitlar bilan omolam bor. Charchamang, sog' bo'ling, omad keltirsin. Buqalar olib keldingiz. Boqiladigan o'zimiz joyda rivesli sog'lom buqalar. Yoshiga to'lgan, to'lmagan. To'lmagan shu atrofida. Boqadigan payt kelgan. Dalavoy. Nanglari qora ola, amuni svet rang. Etlari zo'r, uzun narsalar. Oyoqlari butun. Yebishda muammo yo'q. To'g'rimi ismingiz kim edi aka? Ismingiz? Oybek aka. Oybek har doim el xizmatida. Gap yo'q lekin. Narxlar qanaqa bo'lyapti aka? Aka bir joyda 20 dan kam. 20 milliondan xayri bor. Bir joyda olgan odamga bir 20 milliondan kami bor. Xudo xohlasa aka bozor narx qildimi? Aka buni 17 qildi. 17. Buni 18 18 bermadingiz. Ustiga ozgina yursa, Xudo baraka bo'ladigan joyi bor. Yangiyo'lni buqalar. O'zimiz Yangiyo'lni Oybek ukamiz har doim mana el xizmati malades. Do'sti qiziqqanlarga olaman endi. Xudo xohlasa sotamiz aka chetda. Sotib ketasiz, bo'ldi, muammo yo'q. Aka nima deymiz? Savdolarni bersang iloyim, charchamanglar. Yangiyo'lni kesanglar, mabodo, Xudo xohlasa mol olaman deb shu Oybek 3 yashaylik ukamizga har doim yaxshi buqam kelyapti. Charchamang do'stim, haydashib